Paxlava shirinligini sevadiganlar uchun bu safar o'zgacha shirinlik tayyorlaymiz. Bu shirinligimiz og'izga solganingiz o'zida erib ketadi. Mehmondorchilik uchun ayni muddao. Demak, shirinligimiz uchun elangan unimizga xona haroratida turgan sariyog' yoki margarin solib, urvoq holatiga keltirib olib, yarim choy qoshiq razrixitelь, 4 osh qoshiqda smetana qo'shamiz. 3 ta tuxum sarig'ini qo'shib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Xamirimizni teng 6 qismga bo'lib 20 daqiqaga dam oldirishga xolodilnikka yuvaramiz. Mana bungacha dam olib turaman desam, qizim shu paytda popkamga termosimdan choy to'kilib ketdi deb qoldi. Sizgina chiroyli popka ekan, qora choy dog'ini ketkazish juda ham qiyin deydigan bo'lsangiz adashasiz. Buni dodini uzun marketdan xarid qilingan 10 ming so'mga olingan bavi bilan bir pasda hal qilamiz. Kir mashinaga solib 60 gradusdan baland gradusda yuvsak bas. Ko'rganingizdek dog'dan asar ham qolmaydi, top-toza bo'lib chiqadi. Endi qolgan 3 ta tuxum oqini yaxshilab ko'pirtirib, oz-ozdan shakar solamiz. Yaxshilab bezak holatiga kelganda maydalangan yong'oq, bargi va mag'iz solib aralashtiramiz. Nachinkamiz tayyor. Endi dam olgan xamirlarimizni birin-ketin yupqa qilib yoyib olamiz. Nachinkamizni ham 6 qismga bo'lib, videoda ko'rsatilgan shaklda solib, rulet qilib o'rab chiqamiz. Ruletlarimizni yonlamachasiga o'tkir pichoqda tepa tarafini biroz kesib chiqamiz. Ustiga tuxum sarig'i surishingiz shart emas. Qizib turgan duxovkamizda 160 gradusda 40 daqiqa davomida bezaklari pishguncha pishirib olamiz. Ustiga saharning pudra sepib, kesilgan izlari bo'yicha kesib chiqamiz va dasturxonga tortamiz. Oling, siz ham yeb ko'ring.